o'quvchilar o'tirdik. Tinchlanamiz, daftar kitobimizni tayyorlaymiz. Abdullayev, diqqatingizni darsga qo'ying, shovqin solmang. Qo'yish. Abdullayev, o'rningizdan turing. Agar yana shunaqa shovqin soladigan bo'lsangiz, ertaga otangiz bilan birgalikda kelasiz maktabga. Tushunarlimi? Mani otam bilasizmi-ki? Ha, kim otangiz? O mani otam hokimku, birga kelaversizlarmi? Albatta, birga kelaversinlar. Ertaga otangiz bilan birga kelasiz. Mayli, otam kelsa yaxshilab kutib olarsiz. Albatta, otangiz kelaversinlar-chi, kutib olamiz. Tushunarlimi? Yaxshi. Mavzuni yozdik, bolalar. Mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo darsingizni buzganim uchun uzr so'rayman. Men mana shu o'quvchilarni oldida farzandim nomidan sizdan uzr so'rayman. Qolaversa do'stlaridan ham uzr so'rayman. O'g'lim maktabda direktor rahbarligini, sinfxonasida siz rahbarligingizni unutib qo'yibdi. Ish deb yuraverib, farzandimizni tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmayapmiz. Buning uchun uzr. Bugundan boshlab mana shu o'quvchilardan har biridan nimani so'rasangiz, mani o'g'limdan ham 2 barobar so'raysiz buni. Agar talabingizga javob bera olmasa, jazosini oladi. Meni hech qanaqa e'tirozim yo'q. Rahmat sizga.